bo'lsa kelsan, qani bitta tekshirib ko'rsam, bitta urish bo'lsa 300 ming so'm, ikkita urish bo'lsa 100 ming so'm. Dakasi yopishtirib bergan odamga men o'zim beraman javob bilan. Agar mashinalar remont qildirayotgan bo'lsalar, bepulga remontini qilib beramiz. Agar shu ko'rsani amortizatorni eng pastki holatiga tushirib bera olsanglar, men unaqa besim yo'q. Bu yoqda hech qanaqa xumor hech narsa ketayotgani yo'q. Shunchaki challenge odamlarni qiziqtirish uchun amortizatorimiz qanchalik bardosh bera olishini ko'rsatib berish uchun bo'lyapti. Sizlarga hozir mana tushuncha beraman. Qaranglar, bossam mana oxiri tushyapti. Bunda birinchi klapan, ikkinchi klapan degan narsa bor. Mana sekin bosganingizda oxirigacha boradi. Agar reys urgan paytingizda bu qarshilik ko'rsatadi. Bu degani siz reys yamaga tushgan paytingizda bu mashinaga qarshilik ko'rsatadi. Ya'ni mashina kuzovga qattiq udar olishini kamaytirib beradi. Amortizatorimizda podacha obratga klapanlari alohida o'zi ideal bo'lib ishlangan, usulli bo'lib Toshkent viloyatining xohlagan territoriyalarda zo'r qilib yurib berishiga bemalol kafolati berib, 6 oy garantiyasi bilan ustunovkasini chiqarib olishlar bo'ladi. Xullas kalom, kelasizlar, ustunovka qildirib ketasizlar. Umuman problema bo'lmaydi.